deputatlar. Bugünkü sessiyamizda tuman kengashining 25 nafar deputatidan 20 nafari ishtirok qilmoqda. Sessiyani o'tkazish uchun kvorum yetarli. Sessiyani ochish bo'yicha kimda qanday taklif bor? Bu cheklangan suv miqdori bu bizlar yil boshidan suv miqdori belgilanadi. Daryoning suvsizlik darajasiga qarab suv beriladi. Bizlar shuni chellar kesimida har bir o'zining limitini, ya'ni ichiron suvini rejalashtirishadi. Hemmesi bekar kılınıp su kodeksi kabul kılındı. Kodeks diyen bu bütün kararlarının, kanunlarının, fermanlarının yığıntısı. Bunun prezidentimizin teşebbüsü bilen buldu bu iş. Niçin deseniz Aralık kurup bayatı. Deryalarımızda su 12.000 kuba kadar ama 8.000 kubam yok. Su muammasını 2 günden bir yaşılının kabinetine girenanınızdan bileniz. Yaşıl çağrıdan reisler, fermerler telefon etti yaşılığa. Yaşılı bizlere su gemin duruptun, çetenlik buğday kurup kaldı. 182 fermer, 40 balık fermerler tutmuşlar. Lekin ahalının akarsu bilen teminlenişi doğrusunda bir kiçkinekkine məlumat vermeseniz. Ve yaşılı teklif, şu akarsu diyen muamma bilen ahalı gelmekte. Sever iş köp, dün köp. Lekin bir vekili siz yanında oturup cevap verse zor olan edin. Deputatlar oturup bu yerde su özelliğinde adam düşündürüp tuttu su meselesi. Lekin bizlere halk bilen köp gevleşemezler, köp gevleşirler. Bize işki arıklarını betonlaştırış meselesini her daim tezleştirişin şart. Zarur. Yine bu bilen şunçalı sunu çekimiz. Ve uzak hudutdakilere yetkizip barışa bir kömek vergen bulunuz. Bana muhterem prezidentimiz arzon faizi krediler tuttular. Su tecavüzçü teknolojiyenin tezleştireyipler tuttular. Su muamması yıldan yıla kıyınlaşıp var yapıyor. Bize betonlaştırsın, tezletken sayın sudan akıllanıp faydalanamız ve suyun tecrübesi yardım veririz. İdaramıza gelip ahalı müracaat ettikti. Auksiyonda alınan yerler bu. Hakim yardımcısı tarafından auksiyonda verilen yerler bu. Şu yerlere su yetip barmındırdı. Grafik esasında su veriledi doğru. Haftadır, 3 gündür, 4 gündür. Bir andaki ahvalı boyunçası grafik vakti ötüp ketip durdu. Ular mecbur oturdu, ziykeşler nasıl taşa, nasıldan su arttırdı atızını. Yine su sağlıkı töylep durmamız bize dediler. 21 milyar 22 milyona bezerildi. Bundan tashqari Hazarasp tuman mahalliy budjetining birinchi chorak daromadlar rejasi 25 milyar 331 milyona belgilangan edi. Bu haqiqatda 33 milyar 584 milyona, ya'ni 132,6% bezerildi. Bu yerda ya'ni prezidentimizning 172 sonli farmonuna asosan bu yerda 866 milyon başlanandı ki bunu yakınlaşı qaysi chorakda yakunlanadi. Masalan 9 og'iz mahallani yo'lini zakbash, ularni texniklarini ajratayotganmiz. Shu 4 milyon 200 ming so'm puli qaysi mahalladan boshlab ish boshlayacaklar, keyin uni oxiri qachon yakunlanadi, qaysi chorakda? avans to'lovini yetib ortadi, ya'ni 50%ni berdik. Puli biz hozir viloyat hokimligi huzurindagi obod qishloq jamg'armasini o'tkazamiz. Yana o'tkazilgandan keyin ular o'z loyihalar hammasi tayyorlabdi. Siz pul o'tirgandan keyin moliyalashtirish jarayonlari boshlanib, avans to'lovlari berilgandan to'liq ishlar boshlanadi. Hozir biz o'zimiz mahalliydan beramiz 1 milyarddan 9 milyard, bize berganimizdan keyin respublika 18 milyard deb beradi. Endi hozir biz 50% berganimizdan keyin respublikaga pulam keladi. Xudo xolasa shu 4-chorakka yakunlashimiz kerak. Hozir biz 4,5 xudo xolasa bu chorakda bersak, 2-chorakdan ham yana 50% beramizda ham planimiz bor. Endi aytsak biz tushumimiz normal. Xudo xolasa hamma narsa qilib olib, pul berilgan ish jarayoni tezlashib ketadi. Bilasizlar, o'quv muzeyidan pul berdik, o'quv muzeyidan
Daha hazır tuttu. Buraya devam edip başa verdi. Yetmiş milyon ama. Deputatlara takatılma, ushbu qaror loyihasini ma'qullagan deputatlarni qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Tartibga solish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2026-yil 12 martdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Respublika byudjetini viloyatlar, viloyat byudjetlari, Toshkent shahar, shahar byudjetlari, tumanlar va shaharlar byudjetlarini qo'shimcha manbalarni aniqlash hamda ulardan foydalanish tartibga solish takomillashtirish to'g'risidagi KK 325 4-son qaroriga asosan mahalliy byudjet qo'shimcha manbalarini aniqlash va ulardan foydalanish tartibi belgilangan. Hamda deputat a'zolarimiz va sessiya qatnashchilari, shunday imkoniyatni berganligingizdan minnatdorman. Men yoshlar ekspert guruhi a'zosi bo'layotganimdan xursandman va yosh ekspert sifatida a'zosi bo'lish bu shunchaki oddiy bir maqom emas, bir yangi g'oyalar va aniq maqsadlar qo'yish uchun va yosh ekspert sifatida men shuni aytib bilamanki, har bir yoshlarimizni xudo xolasa tashabbuslarini chuqur o'rganamiz va o'zlarimizning xulosalarimizni beramiz va Muhtaram Prezidentimiz yoshlarga ko'proq e'tibor berib turibdi, yoshlarga keng imkoniyatlar yaratib turibdi. Avvalgi ekspert guruhimizning qo'zg'alishi sal qiyinroq bo'lganligi uchun beraylar tashabbuskor, yosh ijodkor, ishlaymanman, men Hazar Islomon degan 10 nafar yoshlarimizni tayinladik, sayladik, qidirdik, aqtardik, topdik ve ular işlerine muvaffaqiyatlantirayman. Üçün desa, bu yoshlarimiz yana shu katta yoshi yanında shunday zabardast bo'lib yursalar, demak Hazaras, nafaqat Hazaras tumani, Xorazm viloyati o'zini o'rnini O'zbekiston Respublikasida ko'rsatadi va yaxshi, samarali faoliyat yuritadi deb o'ylayman.